Assalomu alaykum aka sizga gapim bor. Meni maqsadim aniq, rejalarim ham tayyor. Sizga o'xshamasin hech kelajakda ahvolim. Yig'ishtirib bo'laman har qadamda xayolim. Yaxshi bo'lishim uchun menga maktab kerak emas, chunki maktabim bu siz menga berilgan zo'r dars. Kayfu safoyiz uchun berkitilgan narsani borib topib kelardim, ishlatib lokatsiyani. Yoshligimga qaramay, qora maqsad yo'lida meni ko'p bor ishlatdingiz. Sizga mehrim oldida sizni aybingizni yopib 15 sutkani ko'rdim. Tanish bilish qilishingiz qamoq ichida kutdim. Na bir xavotir oldingiz, na bir ko'rgani keldingiz. Hali yaxshi bo'lar deb na bir taskinlik berdingiz. Orqani artish uchun arziydigan hokam. Menimcha odam bo'lmaysiz, sizga davro chinakam. O'zi aslida aka degani sizdagi emas, sizdagina hech qachon kechalikni bilmas. Aka puston galaves tormoz buni bilaman, shundoq bo'lsa ham ayting ukala bo'latamas. O'zi aslida aka degani sizdagi emas, sizdagina hech qachon kechalikni bilmas. Aka puston galaves tormoz buni bilaman, shundoq bo'lsa ham ayting ukala bo'latamas. Bunda olib qarasam mana makamamani ukalarim juda ko'p, lekin oynada sani o'zimni hech ko'rmayman, sendagi ish qilmayman. Ukalarim oldida o'zimni yo'qotmayman. Aka esingda bo'lsa yaqin do'stlaring ketsa, orqasidan gapirib g'iybatini qilarding. Senga bag'rini ochgan yaxshi bolani ko'rsang, kulib turib yuziga orqasidan urarding. Mana shu yurish turish seni niqobing edi, niqobiga bekingan qora yuzli shayton. Ey bo'ldi shuncha gapirdim, yetadi deb o'ylayman. Qani modana ro'yur hayotimda yo'qolay. O'zi aslida aka degani sizdagi emas, sizdagina hech qachon kechalikni bilmas. Aka pusto galaves tormoz buni bilaman, shundoq bo'lsa ham ayting ukala bo'latamas. O'zi aslida aka degani sizdagi emas, sizdagina hech qachon kechalikni bilmas. Aka pusto galaves tormoz buni bilaman, shundoq bo'lsa ham ayting ukala bo'latamas.